Odamlarni deb ibodatni tark qilish riyodir. Odamlarni deb ibodat qilish shirkdir. Ikkovini o'rtasida bo'lish ixlosdir. Ya'ni ibodatni odamlar ko'rsin, meni ibodatimni ko'rib maqtasin deb niyat qilib qilsa mushrik bo'lar ekan. Odamlar gap qilmasin, falondaqa deyapti deb o'ziga farz vojib yoki fazil bo'lgan narsani qilmay ketish riyo ekan. Odamlarning gapidan qo'rqib. Ana endi ixlosli odam, odamlar uni so'kadimi, maqtaydimi, ishi bo'lmaydi. Umuman e'tibori yo'q, hisobi yo'q, ularni yo'qday tutadi-da, yolg'iz Allohni o'zini ko'zlab ibodatini odamlar nima desa qilaveradi. Niyati pok, yolg'iz Allohni niyat qilyapti va Allohni o'zi ko'rsatgandek ibodat qilyapti.